Mana aka, sizga pul tushdi. 15.933.000. Karta raqam bera olasizmi kartangizga o'tkazib berishimiz uchun? Probdan pul yetishga bergan ekansiz. Allo. Allo, assalomu alaykum. Diyor aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Akajon yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Rahmat. O'zingiz yaxshimi? Ishlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr, o'zingiz qanday? Salomatliklar yaxshimi hammasi? Rahmat. Probdan pul yetishga bergan ekansiz. Rahmat, ikkinchisi bo'ldi bugun. Xudo xolasa undan ham ko'proqlarni kutib qolamiz. Karta raqam bera olasizmi kartangizga o'tkazib berishimiz uchun? Bo'ldi, akajon hozir. Taklif beraman. 56 14 68 15 27 02. 27.02. Aha. Mana aka, sizga pul tushdi. Mana cheki. Mana chek. Bir tekshirib eta olasizmi? 15.933.000 so'm o'tdi. Da. Aka, mana sertifikatingiz. Bo'ldi, akajon gap yo'q. Bo'ldi. Toshkentga kelganingizda kirib sertifikat olib ketasiz. Qanaqa bo'lyapti savdolar? Sekin bo'lyapti. Endi birinchi, ikkinchi vividlar bo'lgani uchun sal vaqt cho'zilib nima bo'ldi, lekin mana Xudo xohlasa uchinchisiga ham keldik. O'sha keyingi vividlar tez bo'lishi, nima bo'lishi chotki bo'ladi. Xudo xohlasa savdolarda nima deb o'ylayman. Kim nimalar bo'lar do'stlar, kim olmoqchi bo'lsa, nima qilmoqchi bo'lsa, katta depozitingiz bo'lmasa ham, mana bunaqa propshotdan rasbon temasidan ancha stabil ishlab, chotki ishlasa bo'ladi. Mana haqiqatdan ham bugun mana ikkinchi vividimni oldim. Hammasi haqqoniy, hech qanaqa muammolar bo'lgan emas. Albatta tavsiya qilib qolaman. Hozirlar uchun keyingi safar pul yetishlarni kutib qolamiz. Kattakon rahmat sizga. Charchamang. Gap yo'q. Xo'p. Rahmat. Charchamang aka. Xo'p akalar, mana bugun 10-aprel, esingizda bo'lsa Suleymanov Diyor bugun ikkinchi marta pul yetishlari, 15 kun oldin yana pul yetgandilar. Boshida 8 million, endi bugun mana 15 million pul yetishdilar va hozir pullarni topshirdik. Kelinglar, propshotlarni olinglar, savdo qilinglar va pullarni chiqarishga omad tilab qolamiz.